Men ismim Husniddin, 61 yoshdaman. Ayolingiz yaxshi ko'radi. Ayolimni juda yaxshi ko'raman. 13 yil oldin bu palma yog'ini men ishib boshladim emas, menga berib boshlashdi. Biz erkaklarga o'zligimizdan ishmaymiz-ku. Har kuni menga shu palma yog'ini bergan sababi oyog'im qaqshab og'riydi, osqozon shek, hazm qilishlar yaxshi emas edi. Muammolar yetarli edi. O'sha har kuni kechqurun oyoq bosish kerak. Massaj qilish kerak. Massaj qilarmidingiz ayollar? Ha, har kuni har kechqurun massaj qilmasam bo'la uxlamasdi. Keyin massaj qil desam, "Men shuni ushib qo'ya qoling" deb karatina beradi. Xullas, shu bilan oyoq og'riqlarim qoldi. Pishib ketardi-da, ovqat hazm bo'lmasdi. O'sha joylarga ham yaxshi ta'sir qiladi. Esimdan ham chiqqan ekan, hozir eslatib davo deb beraverardik. Yana Ularning hattoki ana sochlariga qarasangiz tepasida qora bo'lib chiqqanda, ular ana ularning aka-ukalar kaldi. Ular sochlari o'sib ketgan. Mo'jiza bo'lgan karantinada.